Assalomu alaykum. Bu safhada darsimizda biz primerda izoh kirgizishni o'rganib o'tamiz. Biz dastlab qadamda ko'rib o'taylik. Yana izoh yangidan izoh kirgizish mana. Bu safhada darsimizda asosiy tinch holatda kirgizishlar o'rganib o'tamiz. Unda qo'yganda mo'rinching tayzi mod. Buni chekkandan keyin bu ramka bu chiqidi muqimlashni bosamiz. Mana izoh kirgizish, tahrirlash ramkasi ochildi ya. Masalan, biz inglizcha qanday yozsak bo'ldi? İngilizce bu izoh tahrirlash bunu besitib yozsak bo'ldi ha. O'rinchi rangni boshqa xil qilib o'tay. Rang o'zgartirdim buni. Yansi rang degan yerdan ondan xatni cho'ngaytay. Mana. Bo'ldi. Biz qancha qurq kirgizmoqchi bo'lsak, kirgizsak bo'ldi. Mana. Rangni shu kirgizgan xatni tanlab bo'lib, bu yansi degan yerdan o'zgartimiz rang degan yerdan mana. Masalan, son kirgizmoqchi bo'lsak, mana. Bir vaqt bassak kirdi. Endi Uyg'urcha kirgizmoqchi bo'lsak-chi. Uyg'urcha kirgizsak, bir vaqt Uyg'urcha kirgizmasak, primerda Uyg'urcha kirgizish texi. Yana normallashmadi. Masalan, men kirgizib baqay. Men keldim. Bu to'g'ri oldimi? Yo'q, to'g'ri bo'lmadi. Endi biz Uyg'urchani qanday kirgizamiz? Uyg'urcha kirgizganda biz yana Uyg'ur Soft şirketining Al-Katib detaldan foydalanamiz yana. Kengaytirilgan rayonda ko'chiraymiz. Masalan, men buni ko'chirib olay. Al-Katibni qo'zg'atdim. Al-Katib 5.7 yoki 5.9 qaysi bo'ldi. Odatda bu ramka ochilgandan keyin yozib, bu Photoshop belgisi bor yana. Yani kengaytirilgan rayonda ko'chirish buni cheksakla hozir ko'chirildi bu, Mushu ramkaning ichidagi izoh ko'chirildi. Endi primerni ochdim. Bunu men chaplab olay. Qaranglar, Mana chiqdimi? Chiqdi. Mavo bu yerdan to'nimag'anti, Buni men maviyaga olib qo'yib turay. Bu bo'lsa xatosi, bu bo'lsa to'g'ri. Buning hozir rang qanday tayyorlaymiz deganda, yana tanlaymiz. Ondan rang beramiz. Rang berdik mana. Ondan cho'ng kichiklikni tanishaymiz. Mana. Yoki maviyatni almashtirsak bo'ldi, Xatniki nomer bo'larni. Ondan xat shaklini tanlash bo'lamdi deganda albatta bo'ldi. Masalan, mana. Xatni yana zirtilishi degan yerdan yana xatni tanishashga bo'ldi. Mana. Xat kompyuterimizda barcha xat nusxalariga tanishsangiz bo'ldi, Ammo kirgizishda cho'qim Al-Katib kirgizgich ishlatamiz, Kengaytirilgan rayonda ko'chirib akilamiz. Shundoq bo'lganda bo'ldi. Men buni o'chirib o'tay. Endi mana. Agar xanzoch kirgizib qolsak-chi, bir vaqt kirgizamiz. Mana. Xat nusxasini xalqancha tanlab bersak bo'ldi, Buni işte nurg'ulg'an xat nusxalari bor. Xat nusxalarini xalqancha tanlab bersak bo'ldi. Rangni tanlab bersak bo'ldi. Bilvilishga tegishli nuqta qaysi desa, bilvilishga tegishli nuqta
primerni qo'zg'atamiz, xat yozish ramkasini ochamiz. Xat yozish ramkasini ochgandan keyin L-katibda Uyg'urcha xat bo'lgan ahvolda L-katibda yozib bo'lib, kengaytirilgan rayonga ko'chirib olamiz. Ya'ni masalan 8-soatlik dars kirgizgich Uyg'urcha tanishilgan bo'ldi. 8-dars mana ko'chirib oldim ha. Ko'chadim, bunu tanladım. Mana çapıldım. Sel kichikletib turaya, ekranım to'shab ketibdi. Xatning rangini qora qilib o'tay. Mana. Ondan xat nusxasini yana xat shaklini tanlayman. Mana 8-dars shunday o'lchamlik holati chiqdi. Bunu qanday ishlatamiz? Bularni yezib bo'lib endi qanday ishlatamiz? Bu holatda bu yezib o'chirib o'tgandan keyin bu nimaga tushadi? Yeziq deb tushadi. Ondan biz vaqt to'qiga tayyorlash rayoniga akirib olamiz. Ondan qanchalik vaqt ko'randirmoqchi bo'lsak, bu yerga qaytib olamiz bo'ldi. Mana. Bu saatlik dersimiz müşahit tamam. Texmi tafsilotini yani davamlı keng saatlik derslerde to'xtalamiz. Xayr xo'sh.